Bugun ayolingiz bilan urushganingizni yo ayolingiz siz bilan urushganini, gapi qochganini bemalol onasiga ayta oladi. Dugonasiga ayta oladi. Siz ham ayta olasiz kimdirga. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning zamonalaridan keyingi bir zamonda bir ayol qozini oldiga keldi. Ey qozi dedi, men erim bilan ajrashaman. Nima uchun? Erimda dedi aybi bor. Endi ajrashishga sabab bo'ladigan ayblari bor. Qozi aytdi, ayt ayblarini. Biz ham bilaylik, nima uchun ajrashtirayotganimizni. Ayol aytdi, siz ishoning menga, xohlasangiz erimni chaqirib so'rang. Erimni aybi bor, u ham rozi bo'ladi ajrashishlikka, ajrashtiring dedi. Qozi aytdi, ayt aybini. Deganda ayol aytdi, bir yostiqqa bosh qo'yib, uni nikohida bo'lib turib, o'zimni erimni hozircha ajrashaman desam ham, hali men uni nikohidaman. O'zimni erimni aybini sizga qanday aytaman dedi. Nikohida bo'lib turib ayta olmayman dedi aybini. Ajrashtiring, keyin aytaman dedi. Qozi erni chaqirdi, sen aybing bor ekan, ayoling iddao qilib kelyapti. Ajrashasanmi dedi. Ajrashaman dedi, aybim bor dedi. Talog'ini olib berdi. Talog'ini olib bergandan keyin er ketdi va ayolni saqlab qoldi. Kel bu yoqqa dedi. Nima aybi bor? Mana talog'ingni olib berdim dedi. Endi ayt deganda, hozir oldingizda talog'imni berdi. Endi begona erkakni, ya'ni nikohida bo'lmagan erkakni men aybini sizga qanday aytaman dedi. Ayta olmayman dedi. Hozir ayolimiz, alhamdulillah, Alloh taolo ularga fazilat bersin, sizni aybingiz u yoqda tursin, 7 urug' aymog'ingizni aybini aytadi, kerak bo'lsa. Nimaga deysizmi? Shunga yarasha biz tarbiyalaganmizda ularni. Ularga ayb yo'q. Siz shunaqa tarbiyalagansiz.